Mayli, ana endi ishlarni boshlashim kerak. Birinchi o'rinda bu ishlarni qilish kerak. Har ertalabki aytsam bo'ladi. Mana bu polizlarni ekinlarini olish. Barchaga salom sizlar. Mani ismim Shahzod va men yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, yaxshimisizlar? Qiziq, bu konteyner qayerdan kelib qoldi ekan? Menga juda qiziq bo'ldi. Konteyner qayerdan keldi? Mer nimadir zakaz qilgan menimcha. Bu menimcha zakazni biza merni uyiga kirgizib berishimiz kerakmi yoki nima bilmadim. Ishqilib yaxshi yengil narsa bo'lsin, 2 soat buzadigan narsa bo'lsa bolalar bilasizlar. Bedrock olib kelgan bo'lsa-ya, xavfsizligi uchun o'zini. Bedrock bilasizlar, вообще buzib ham bo'lmaydi. Uni ko'tarish o'zi ham вообще bir 3 ta odam bitta bedrock ko'taradi. 3 ta mandaq odam. Endi 3 ta odam bitta bedrock ko'tarish вообще g'alati. Lekin bilmadim bolalar. Lekin bedrock bo'lmasdan, hozir birinchi men ishlarim qilmasam, mer shu ishlarni birinchi o'rinda qil deydi, boshimni og'ritib boradi bilasizlar. Sizlarga katta rahmat, aktivlarni qilib beryapsizlar va bolalar. Sizlardan bitta iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yib va like bosish esinglardan chiqmasin. Mayli. Hozir merda oldiga boramiz. Qani nima derkan? Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Mana narsalarni olib keldim. Voy, mana desiz Shahzod. Qarada, orqada motivatsiya bo'lar konteyner bor. Ha, ko'rdim. San o'shada ichidagi narsalarni olib, ya'ni ichida tentilar bor, bahor bor, portlab ketishi mumkin. Voy, bunaqa xavfli narsani menga bermasangiz bo'lardi, mer, chunki sal g'alati. Qo'rqma, olov tegmasa portlab ketmaydi, lekin ehtiyot bo'l deyapman-da. Bularni barchasini uyimga olib kel. Nima desam bo'ladi? Alova qilamiz. Biz yer osti yo'l qurmoqchimiz, tentalar bilan portlatib, qarshi yer ostini. Qiziq, yaxshi fikr, lekin yer osti bo'lsa, yer ostidan shaharga boramiz, to'g'rimi? Albatta, juda ham ajoyib fikr, to'g'rimi? Bilmadim, lekin buni tepada osmonda qursa ham bo'lardi-yu yo'l. Variant lekin. Lekin baribir biz yer ostida qilmoqchimiz. Mayli, bo'lmasa hozir olib kelaman. Lekin eshikka adashmasam qulf edi. Hozir qarab kelay. Qulf. Kalitni berasizmi? Kalit sani polkada. Qaysi polka? Bo'l. Hop, polka. Oppanya, yaxshi. $100 shu oylik $100mi? Yo'q, qo'yib qo'ydim-da. Ishlagani uchun olasan. Tentlarni olib kelganim uchunmi? Okey, bo'ldi. Hozir 5 minutda. Bolalar juda ham xavfli ish. Tentlarni olib kelishga $100, ajoyib 100 izmrud deganim. O'zi aytay, izmrudlar bilan ishlashni boshlasak yaxshi bo'lardi. Sal qolib bu, lekin bilasizlarmi, bu mamni o'tib, короче, mam tepada bo'lganda, ana beraveradi. Portlash beraveradi. Ishqilib, yaxshi ham bunaqa joyda yo'q ekan. Bilasizlar, bu tentlar juda ham yengil, bittada buzib tashlanglar bo'ladi. Yaxshi. Kam ekan o'zi, menimcha qolmadi. Juda g'alati konteyner ekan, mayli. Hop, merda oldiga boramiz. Mer mana narsalarni olib keldim. O'zingni polkaga qo'y, keyin olaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Yaxshi, mana bunday qilib terib qo'ydim, yaxshi. Hop, pulimni oldim. Mayli, polizdagi ekinlar bo'ldi, qilding-a? Qildim, berdim-ku sizga. Mayli, bo'ldi, san bo'shsan. Hop, mayli. Bironta yordaming kerak bo'lib qolsa chaqiraman, pulini beraman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Bolalar, yaxshimisizlar? Nima desam bo'ladi? Mana maktabim boshlanib oldi. Ana endi maktabda o'qish kerak va hozir bilaman, sizlar maktabdan kelib, maza qilib dam olib ko'ryapsizlar. Chunki bolalar, balki maktabdan ketishdan oldin ham ko'radiganlar bor. Bilaman. Maktabda o'qiylar bolalar, balki maktabda o'qimaydigan katta odamlar ham bo'lsa kerak ham bizda. Yoki faqat yosh bolalarmi? Qiziq. Mayli, hozir men birinchi suv olib kirishim kerak. Juda ham chanqadim va hozir uyga borib, bir ikkita ishlarim bor deb bolalar, shularni qilishim kerak. Mayli. Nima ham deyardik va uyimni ham to'g'lashim kerak. Voy. Qishloqi, yaxshimisan? Qishloqi, qara. Nima deysan? Nima shay bor, Shahzod? Nima deb, qayerga ketyapsan deyapman. Eshikni qulfladingmi? Shaharga ketyapman. Derazalar? Qildim. Boshimni ortmada xalaq berib tashyapsan. Bildim, mana kamerasi qulflangan, asabga o'ynama. Bo'l, o'zingni bos. Shay bo'lmasin. Hop, mayli. Yo'qol. Hop. Ishqilib uyingni bekor tashib ketyapsan-da. Shay bo'lmasin. Hop, mayli. Nimaga bunaqa jahldor bu qishloqqa? Ketishini qaranglar. Ket piyoda shaharga. Endi piyoda ketdi degani yo'q.
3-4 kun deganida. 3-4 kunda borib keladi. Balkim qolishi ham mumkin. Mayli nima ham derdik. Hozir bularni bunday qo'yaman. Suv menga kerak. Suvni ichib, hozir sizlar uchun videolarni montaj qilishim kerak. Mayli. Vay, odamning qorni ham ochib ketdi. Suvni ichaman, yaxshi. Bir ikkita napitka olib kelsam bo'lardi. Non ham bitta qolibdi. Mayli, hozir mana shu 9 ta izumrudga bir ikkita bozorlik qilib kelaman do'konga borib. Bilasizlar, bizning do'kon ana u nima edi, mana bu o'rmonning orasiga. Hozir o'tib borib kelaman desam, voy. Mana bular kim? Bular ketdim, mana hech nimani ko'rmadim. Okey. Gapirishmadi menga. Mayli, bo'lmasa hozir birinchi merga aytishim kerak, merga. Mer, assalomu alaykum. Taqillatib kirsang bo'lmaydimi shahzoda? Mayli, kirib bo'ldik, kir. Mer, qarang, mana bu yerda qanaqadir g'alati qishloqlar bor, o'g'ri qishloqlar, masalan, boshiga maska kiyib olgan. Nimalar deyapsan? Nimalar haqida gapiryapsan? Karma bunaqa maskasi borda, qanday tushuntirishni bilmayman. Maska kiyib olgan, uyini qo'ralab o'tiribdi. Adashmasam, uy to'la pul edi. Yo'q, aldama, lekin aldash yaxshi emas. Men aldamayman, qachon deganman, mer? Menga mana nima uchun bo'ladi, ishoning menga. Uncha makillab qo'yapman. Yo'q, bo'lmasa hozir admiga emas, politsiyaga telefon qilaman. Mayli, shuni qilsanglar yaxshi bo'lardi. Mayli, mani qo'shnimda uyda. Mayli, politsiya ham kelib qolar. Mayli, men anavi shaharmish. Ana yerdagi do'kon bor, o'sha yerga borib kelay. Bilmaysanmi, do'kon yopildi. Bu yerda ham tunab ketishibdi. Rostdanmi? Balki mana bular bo'lishi mumkin lekin. Bo'lishi mumkin, ehtiyot bo'lsan. Hozir uyga kirib, qabul joyini qulflab o'tir. Politsiya kelguncha chiqma. Xo'p, mayli, mana shu yerga o'tirsam bo'lmaydimi? Yo'q, mana hozir qulflab qabul joyda bunkerimga o'tiraman. Ehtiyot bo'l. Mayli, bo'lmasa bironta o'tkir tig'li biron nimangiz yo'qmi? Yo'q-da, shuni zakaz qilib qo'yish kerak. Aytgancha menda pistolet bor. Mayli, bo'lmasa mer. Ehtiyot bo'lish kerak endi bolalar. Hozir asta kirish kerak mana bu yerdan. Yo, bu yerdan qanday zaman? Yog'ochlarni chiqarib bo'lmaydi-yu bu yerdan asta. Orqadan oldin o'tib ketishim kerak. Voy, o'tib ketaman. Hoy, ko'k kiyimli bola. Voy. Hoy, nimalar? Men senga gapiryapman. Salom. Bu yoqqa kel. Xo'p, assalomu alaykum. Siz kimsiz? Ko'rmayapsanmi, men o'g'riman va pullarni chiqar. Pulim hozir menda nima desam bo'ladi? 3 tagina izimrudim qolganda. Davay, chiqaraver. Xo'p, mayli. Uyingda yo'qmi? Yo'q, uyimda yo'q-da. Tintishimizga qo'y. Tintaymiz hozir uyingni. Nima deyapsan? Yo'qol. Nima deding? Hozir qulflab qo'yishim kerak. Hozir eshitib buzishi ham mumkin. Hozir bolalar, hozir 5 minut. Hozir mana bu yerni ham shunday qilib yaxshi. Pul. Mana. Yaxshi. Hozir pistoletimni ham olaydi. Hozir ko'rsatib qo'yaman mana bu qishloqlarga. Yaxshi, hozir meni kiyib olganim yaxshi. Hop, bularni ko'rmasligi uchun bu yerni ham yopishim kerak. Hozir mana bular mana bu bilan yopganim yaxshimi deb o'ylab qoldim bolalar. Mayli, hozir Mana shular bilan yopaman. Bo'ldi. Hozir bularni yopaman bunday. Mana shunday qilib qo'yaman. Hop, mana shu yerga tushib ketdi. Bolaning endi mana shu yerga o'tirganim yaxshi. Politsiya kelguncha mana shu yerga o'tirmasam bo'lmaydi. Nega bo'lay? Mana shu yerga o'tiraman. Birontasi kelsa yorib tashlayman. Chiqib kelmasin-da bolalar. Chiqib oxiri baxayr bo'lsin. Politsiyaga telefon qilgan bo'lsam, men hozir kelib qolish kerak. Mayli, men hech nima qila olmayman, boshqa bunaqalar juda ham ko'p edi ular. Mayli. Mana shu yerga kutib o'tiraman. Menimcha ular ketishdimi? Politsiyalarning ovozi eshitilyapti. Menimcha boydan beri politsiyaning ovozi eshitilyapti bolalar. Qiziq. Qani hozir chiqib ko'raychi. Hop, hozir mana buni uzaman. Yaxshi. Hop, eshitib ko'rishim kerak. Yo, eshitilmayapti bu yerdan, lekin politsiyaning o'zi eshitilyotdi boya. Hop, mana bu yerda edi-yu. Mana buni chiqib ko'rishim kerak. Politsiyalar kelibdi, bo'la chiqishim kerak. Hozir chiqib bunday qo'yaman.
Politsiya! Oy, yo! Politsiyalarning ko'pligini. Politsiya, assalomu alaykum. Janob, alaykum assalom. Sizga do'q saqlaganmi? Ha, men o'shaman. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ishqilib omonmisiz? Albatta omonman. Sizga katta rahmat sizlar kelganlaringiz uchun. Mayli. Voy, juda g'alati. Oh my god. Ha, mana shular. Samidilaring menda izimrut olgan, izimrutimni ber. Izimrutlarimni ber. Umuman bermaymiz, yo'qol. O'zi olib bo'lishgan choq, ha? Olib bo'ldinglarmi? Albatta. Voy. Bular nima? Tegmang, bulardan chiqqan qurollar. Yo'q, bolalar, men bu bilan mahkum yo'lini olmas ekan, men bu pistolet bilan. Bu pistoletingizga hujjatlar bormi? Albatta bor. Agar hujjatim bo'lmasa bunday yurmayman-ku. Mayli. Voy, ajoyib. Mana qaranglar bolalar, o'zlarini alohida onalar mashinalari bor ekan. Ajoyib, juda ham ko'p politsiyalar kelibdi. Mer qayerda? Ha, janob. Mer o'sha o'zini joyida, bunkerdan topib oldik uni. Ha, mayli. Voy, qiziq. Nimaga siz bu yerga qaragan paytingiz ko'zingiz oqaryapti, bu yerga qaragan paytingiz qarayapti, qiziq. Nimaga bunaqa ko'zingiz ochilib ketyapti bu yerga? Ajoyib emasmi? Yo'q, bilmadim, Minecraftning bagimi? Yo'q, boshim aylanib qoldi, ko'zim shunaqa og'rib qoldi. Ha, mayli. Hop, merga aytaychi. Mer, assalomu alaykum. Yaxshi mana o'qilibsiz, politsiyadan chaqiribsiz. Ha, bu yerda ko'rdingmi, 4 ta arushasi bor ekan. 4 ta o'g'ri ekan. Yaxshiyam aytib qolding, bo'lmasa yo'q ketardik. Rahmat, Shahzod. Ha, mayli, arzimaydi. Va, mayli bolalar, bugun sizlar bilan yana Shahzod bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr bolalar. Bu politsiyalar olib ketsa, yana yangicha videolar chiqarishga harakat qilaman. Mayli, sog' salomat bo'linglar.